Men ozdiradigan preparatlarni olsam bo'ladimi? Yoki-da menga borsam ozdiradigan ukollarni yozib bermaysizmi? Mana shu ikkita patsientlar har doim yonma-yon turishadi. Birinchidan, hech qaysi preparat shunchaki patsient xohlagani uchun yozib berilmaydi. Ikkinchidan, hech qaysi preparatni sizga vrach majburlab bermaydi. Agar meni oldimga shu savol bilan kelsangiz, men birinchi o'rinda sizda gormonal fonni defitsitli bor yoki yo'qligini analizlaringizni tekshiraman. Ikkinchidan, organlaringizni faoliyatini baholayman. Birinchisi bu qalqonsimon bez. Qalqonsimon bezda medullar rak bormi, yo'qmi, yoki sizning naslingizda qalqonsimon bezda medullar raki bilan kasallanganlar bo'lganmi yoki yo'qmi? Ikkinchidan, oshqozon osti bezi yallig'lanishi, pankreatit sizda bormi, yo'qmi? Uchinchidan, o't qopi tosh kasalliklari, pristup beruvchi toshlar bor yoki yo'qligini aniqlayman. Birinchi o'rinda bu preparatlar qandli diabet ikkinchi turini davolash uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa ham, hozirgi kunda buni semizlikni davolashda samarali usul hisoblanadi va bu tasdiqlangan. Semizlik, insulin rezistentlikdan keyin prediabet holatlari, ya'ni diabet oldi holati aniqlanadigan bo'lsa, bu preparat juda ham samarali hisoblanadi, sizni keyinchalik diabetga o'tib ketmasligingiz uchun. Bu preparat kosmetik, shunchaki chiroy uchun qilinadigan preparat emas, rostdan ham sog'lomlashtirish uchun, davolash uchun qilinadigan preparat hisoblanadi.